Assalamualaikum Babu Raka, Public Blinkistan. Thank you very much. Bu yerda menimcha adashmasam vazir janoblari ketib boryaptilar va taqdimotda qatnashyaptilar. Men ham bu taqdimotni suratga olishga muvaffaq bo'ldim. Mana bu cho'pondagi inson bu yerda oziq-ovqatni vaziri ekanlar. Unga taqdim qilinayotgan gullar bizda ham xuddi shunaqa vazirlarimizni Mister I'm sorry Mister I'm from Uzbekistan, delegate of Uzbekistan, deputy of Chamber Product Association. Maybe cooperation Uzbekistan and India product, food product, maybe export of India. Wonderful. Photo, maybe photo, maybe. Excuse me. Please come. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Mana bu e'tibor bering, biznes kartlar, ya'ni vizitkalarni taxlab qo'ygan va mana bu idishchaga istagan odam, aloqaga chiqishni istagan odam o'zini vizitkasini tashlab qo'yishi mumkin. Vaqt o'tgandan keyin bitta ularga aloqaga chiqib, o'zini tanishtirgan holatda hamkorlikni taklif qilinadi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari, agriculture deb aytiladi inglizchasiga. Yana qadoqlashga e'tibor beringlar. Hurmatli tadbirkorlar, hurmatli fermerlar, qadoqlash haqida o'ylash kerak. Har doim aytiladiki, aynan mahsulotni sifatli darajada e'tibor bering. Mana ichi ko'rinib turibdi. Mana shu mahsulotni real ichidagi mahsulot shu nimaga mana ko'rdinglarmi, qimilyapti. Sifatiga ishonchingiz komil bo'lishi uchun ichidagi mahsulotlarni ko'rinadigan holatda, lekin yuqoriga chiroyli qilib rasmlari chizilgan, ma'lumotlar taqdim qilingan va orqasida qachon ishlab chiqarilgan, qanaqa sertifikatlar bor, hammasi yozilgan. Bular mana undan ham chiroyli qilingan. Plastik idishlarga, oddiygina yoki mana shisha idishlarga qo'yilgan. Bu nima deyilgan? Bu qaymoq yoki sariyog' bo'lishi kerak. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari. Ko'proq qishloq xo'jaligi mahsulotlari. Hindistonliklarning o'zi ham bu yerda kelib yangi hamkorlarni topishi mumkin. Bizda ko'pincha nima qilamiz? Bittasi bilan hamkorlik aloqalarini tiklaymiz. Bu albatta yaxshi, hamkorlik aloqalari muayyan, muntazam bo'lgani albatta yaxshi, lekin yanada yangi mahsulotlar bilan tanishib turib, hamkorlikni kengaytirgani undan ham yaxshi. Go'sht mahsulotlari, steak house, bu ham qobiqlanishi. Qobiqlanish holati. Yana go'sht mahsulotlari. O'zimizdan tanarga o'xshagan mahsulotlar.
achchiq mahsulotlar. Bular juda ham ovqatga ko'p qo'shimcha qo'shishar ekanda. Spetsiya deyiladi, bilmadim o'zbek tilida nima deyilishini. Lekin ko'p shunaqa mahsulotlar qo'shilar ekan. Yeah, this is 100%. Flour, no artificial flour. Understand? No Yes, yes. No Not business. natural products. 100% natural products. 100% tabiiy mahsulotlar deyilgan. Okay. Visit card. Yeah. This. Yeah. Anyone. You can both be Mana on. xohlasanglar aloqaga chiqishinglar ham mumkin. Ikkinchisiga ham. Evet, hadi. Okay. Thank you. Your Thank you. home? O'zbekiston. Welcome. Ton mahsulotlari. Thank you. This watermelon. Yes. Don't speak. Don't speak. Longer. Yes. Longest whole ship. Inside color yellow or red? Red. This melon. This melon. one. Yes. Pineapple. Pomegranate. All product from India. Yes. All products from Mana yana davom ettiryapmiz. Mahsulotlar juda serob. O'zbekistonga mos jihatlarini o'rganyapman. Juda ko'p yangiliklar bor. Bularni hammasini birma-bir taqdim etib boraman. Mana quritilgan mahsulotlar, ko'pincha bunaqa mahsulotlarni pishirib, yana suvga solib, tayyorlab yeb davom ettirishar ekan. Mana yana guruch mahsulotlari, yana e'tibor bering, guruchni sifatini ko'rib turishingiz uchun mana ko'rinadigan joylari qilingan. Derazacha, oynacha. Mana oddiygina idishga solingan, bemalol xarid qilib olib ketaverasiz. Mana bunaqasi ham bor. Bu ham xuddi shunaqa ichkari ko'rinib turadi. Bu yong'oq bo'lishi kerak. Demak, yong'oq sublimatsiya qilingan, qog'oz tortib olingan. Bu ham mana oddiy o'zimizning yong'oq sublimatsiya qilingan. Bu esa menimcha yer yong'oq bo'lishi kerak, ha, to'g'ri, yer yong'oq ekan. Mana shunaqa chiroyli qilib qadoqlangan. Hatto Hindistonni Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Yevropaga o'xshagan juda ham qat'iy talablar qo'yilmagan, lekin shunga qaramasdan mahsulotlar chiroyli tarzda qadoqlangan. Shuning uchun men o'ylashimcha, bu qadoqlash o'zini foydasini beradi. Bu yerda menimcha adashmasam vazir janoblari ketib boryaptilar va taqdimotda qatnashyaptilar. Men ham bu taqdimotni suratga olishga muvaffaq bo'ldim. Mana bu cho'pondagi inson bu yerda oziq-ovqatni vaziri ekanda. Unga taqdim qilinayotgan gullar. Bizda ham xuddi shunaqa vazirlarimiz qatnashib turgan guvoh bo'lganman. Ko'pincha ko'p holatlarda अरे बाबा जी से ही मिलने जा रहे हैं, जनरल पब्लिक है, हम खुद फार्मर है, सर से मिल भी सकते हैं। सर, आई एम कुलदीप सर, नमस्कार सर। बढ़िया लास्ट टाइम आप आए, थैंक यू।
कॉफी ट्राई कीजिए आपका फार्मर फ्रॉम कर्नाटका इधर ही हमारा मायरा फाउंडेशन आपका मीटिंग है नाम से Yes, sir. I'm from Uzbekistan. Mister, I'm sorry, Mister. I'm from Uzbekistan, delegate of Uzbekistan, deputy of Chamber Product Association. Maybe cooperation Uzbekistan and India food product, maybe export of India. Wonderful. Photo, Welcome. maybe photo, maybe. Excuse me. Please come. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Mana bu ajoyib mahsulotlarni bir e'tibor bering a. Qandolatchilik mahsulotlari bizda yo'q bo'lgan mahsulotlar qiziqarli. Menimcha nihoyatda mazasi shirin bo'lsa kerak, lekin buni yeb turishdan Mumbai market like a pilot. nihoyatda chiroyli mahsulotlar. And they could go for the Bu yerda taqdim qilingan mahsulotni o'zida qaysi biri? Is Russian. Otter. Maybe this. Mana bu mahsulot bevosita. Very good. Good taste. Thank you. Bu arabcha shirinliklar ekan. Paxlava. Bu aziz. ऐसा बता रहे हो wonderful meeting so much people. I like the experience, I like the exposure, and I'm hoping to network with other people as we're here at the exhibition. Thank you very much. Assalomu alaykum. Hello, Namaste India. I'm Tishi Davis from Uganda, and today I bring you City Hills. Our coffee homegrown from Uganda. We have beans, we have crushed coffee, and I hope you enjoy our product. Thank you very much. Only hello public in Uzbekistan, maybe Uzbekistan, okay? Hello, public in Uzbekistan. Thank you very much. Assalamu alaikum, Bobu Reke.
Pablo Yildiz, Pakistan. No, Pakistan. Uzbekistan. Uzbekistan. Yes. Assalomu alaikum, Bobur aka and Public Uzbekistan. Public Uzbekistan. Okay. Assalamu alaikum, Babur. Assalomu alaikum, Bobur aka. Bobu Raka. We'll do it in 2 shots. We'll do 2 shots. Yes. Okay. Just a minute. First shot. Just for Instagram and for Bobur aka. Bobu Raka. Assalamu Yes. Assalamu alaikum, Bobu Raka. And the next part? And Bobur aka and Public Uzbekistan. Public Uzbekistan. Assalamu alaikum, Bobur aka, Public. We do 2 shots. The first part, Assalamu alaikum. Assalomu alaikum, Bobur aka, Bobu Raka. Public Uzbekistan. Public Uzbekistan. Assalamu alaikum, Bobu Raka. Public Uzbekistan. Thank you. Thank you very much. Azizlar, mana Hindistonni Indus Food degan ko'rgazmasini xayrlash arafasidamiz. Ketyapmiz aziz Toshkent shahrimizga, O'zbekistonimizga. Lekin 3 kun davomida anchagina odamlar bilan tanishdik. O'ziga xos bir o'rganib qoldik. Xuddi maktabga kelgandek, ishda kelgandek keladigan joyimiz bo'ldi. Endi xayr Hindiston, xayr Indus Food, xayr hindistonliklar. Ko'chalarda avtotiqillar yetib borgunimizcha hazil bilan 3 soat ketar ekan aeroportgacha. Mana Indus Food, men tanishgan vazir janoblari, oziq-ovqat ishlab chiqarish vaziri ekan bu inson. Shri Chiran Pasvan degan inson ekan va ularni o'ziga xos bir ruhoniysi Baba Ramdev degan yog va guru inson ekan. Iqtisodiy hamkorlik bo'yicha gaplashamiz. Xudo xolisa nasib qilsa, balkim O'zbekistonga ham foydasi tegar bu tashrifimizni, bu uchrashuvlarimizni va bu muzokaralarimizni. O'zbekiston eksportchilar uyushmasi, karantin xizmati va albatta oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilar assotsiatsiyasi tomonidan vakil bo'lib kelgan edim. Ko'plab odamlar bilan tanishdim va albatta bu tanishganimni davom ettirgan holatda elektron orqali, kompyuter orqali Zoom konferensiyalarni uyushtiramiz. Shunga qiziqadigan tadbirkorlar bo'lsa, albatta bizga aloqaga chiqing. Biz sizlarga yordam berishga tayyormiz. Indus Food, xayr.